Gulnoza, mayli men ketdim. Namuncha vaqtli? Bugun uyga vaqtliroq boray. Uyga ro'zg'or qildim. Uyda ham ishlarim bor. Sizga ham oson emas. Hamma tashvish sizni bo'yningizda. Nima deysiz? Taqdirda bu. Mayli, Yaxshi yetib oling. bozoringizni bersin. Yaxshi qoling. Assalomu alaykum gene. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz uyga? Uyga Keling, men olib borib yuboraman. Gene. siz ham oboraq. Yo'q, men ham uyga ketayotgandim, kakras yuring. Haydaga assalomu alaykum. Hamma bilsa-yu, siz bilmasangiz aka. O'zi ham ajoyib yangiliklarni topib yuraman-da aka. Uzr lekin. Iflos. Biron xotiniga osilish hozirman sen ko'rsataman. Shirin so'zga joni fido ayoldir u. To'xta, sen nima qilib biron xotiniga osiladigan olib qoldingmi? Ha, qo'ni qo'shni bo'lib turib uyalmaysanmi? O'zingizni bosing. Nima o'zingizni bosing? Dada, nima deyapsiz? Sharmanda qilib qo'shni oldida. Salani. Tiling bitta ekanda hali. Qanaqa tilimiz bitta bo'ladi bizni? Nima deyapsiz hayot aka? Qop-qotda odam uyalmaysin, birovga tuhmat qilgani. Erkak ekansiz, xotiningizni uyda o'tkazib qo'yib boqmaysizmi? Nima qilasiz bozorga chiqarib? Uyaling. Tushundingizmi? Siz xotiningizni rashk qilar ekansiz, bozorga chiqarib qo'yish kerak emasdi. Sizga rashk qilish tuyg'usi begona. Ayol aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz. Ona zamin gapidir siz